Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalarning sog'lomsiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, qadrli obunachilar, avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin отдельный narxlariga to'xtalib o'tamiz. Qadrli obunachilar, xo'p, romlarning общий enlari 4 metr bo'lyapti. Bu chekkadan bu chekkagacha enlari 4 metr bo'lyapti. Bo'ylari 280 cm. Buni oltiga bo'lib bitta ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Nihoyatda tiniq va go'zal bo'lib chiqdi. Yonida eni 2 metrlik bu chekkadan bu yerda ustumi bor, temir ustumi bor. Bu chekkadan bu chekkagacha 2 metr bo'lyapti. Bo'ylari 200 cm, 270 cm. Hop, eshiklari 1.20 li eshiklarni qo'yib berganmiz yonida. Xo'p, 60 cm ochilmaydigan qanotlarni qo'yib berganmiz. Rochkalariga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, yonog'iga borib tushuntiryapman. Rochkalari kraf rochkalarni qo'yib berganmiz. Mana zamoqlarigacha kraf, nihoyatda ushlashga udobli, qo'lga to'lib turadigan rochkalarni qo'yib berdik. Taylariga to'xtaydigan bo'lsak, mana taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berganmiz. Nihoyatda mustahkam, go'zal bo'lib chiqdi. Plus mana penalari atido hamma yo'g'iga quyib chiqqanmiz, qadrli obunachilar. Mana o'zlaringiz ko'ringlar. Nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Egasi ham xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Bu chekkasiga ham mana penalarni to'g'rilar. Penalari takan hamma yo'g'iga to'ldirib quyib berganmiz. Oynalariga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, oynalari bir qavat yo'divi oynasini qo'yib berdik. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichki tomondan ko'rinishlari, qadrli obunachilar, eshiklarimiz, plus romlari. Mana rezinkalari ham atido hamma yo'g'iga yetkizib hamma yo'g'iga tiqilgan. Mana o'zlaringiz ko'rishlari mumkin. Hamma yo'g'iga yetkizib rezinkalargacha o'ziniki. Plus delfinlari, petlalari hamma yo'g'i chotki, xudo xolasa. Xo'p, qadrli obunachilar, choklariga e'tibor beringlar. Choklari ham hamma yo'g'i bekami ko'z kelgan. Mana nihoyatda go'zal bo'lib kelgan. Tekisligiga e'tibor beringlar. Tekisligi ham chotki. Eshik ochilib yopilishlari samoy ozgina xalaqit berib o'tishasiz. Mana to'rala tomoni ham baravar ochilib yopilyapti. Qadrli obunachilar, xo'p, narxlariga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 8 metrli teraskamiz, taylari, alyumin arkafonlari bilan olib kelib o'rnatib berishimiz 8 million 900 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakva.